Sovuq tushib o'rtoqlar to'plab oldi hamda radiatorda endi yoqaman deb birinchi marta nasosni ishlatganlarda qanaqa ovoz chiqadi sizlarda? Bizdagi ovozni bitta eshitdinglarda. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham g'alati ishlayapti. Ba'zi bir holatlarda umuman nasos ishlamaydi. O'rtoqlar bitta lifehack o'rgataman sizlarga. Mana shu chilla yozda o'rtalarida bo'ladi-yu. Masalan 3 oyda yoki har 2 oyda bir kun tinmay nasosda yoqib qo'yinglar. Umuman o'chirmanglar. Shu yoz chillasida bo'lsa ham katsolda yoqmaysizlar. Faqat nasosni o'zini tinmay yoqib qo'ysanglar, o'rtoqlar, o't-o'tida zanglab yoki qanaqadir liniyadagi zanglar kelib turib, nimadirlar bo'lib ketmaydi, xullas, ishlab turadi nasos. 6 oylab yoki 7 oylab umuman ishlamagan holatda keyin bitta to'kka suv qo'yadigan bo'lsanglar, qanaqadir u narsa tegib, xalaqit berib, nasos kuydirib yuborish mumkin edi. Hozir avtomatlar bo'shatib, men mana bu tomoniga suqsam ishlayapti, faqat g'alati ovoz chiqyapti. Shuning uchun bitta yangi nasos olib keldim, o'rtoqlar. Boshqatdan o'rnatib yangilaveramiz. Hop, nizashda oz chiqim bo'ldi. Shuning uchun o'rtoqlar har doim shu 2 oyda, 3 oyda bir kun tinmasdan nasosni ishlatib qo'ysanglar, bu juda ham kam to'kilgan nasoslardan. Shunaqa. Video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang.